tomon ham valey qish kunida insonlarni ogohlantirishga qaramasdan bosh yuvib chiqib ketish holatlari, ya'ni ho'l bosh bilan boshni quritmasdan turib yoki ertalab tongda turib bosh yuvib chiqib ketish holatlari kuzatilmoqda. Bu mana shu kundagi bir necha kasallarimizni murojaatidan kelib chiqqan holda bu narsani e'tiborga olishni so'rardi. Ayniqsa yoshdagi, chunki ko'pchilikni yana esdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Boshni ko'chaga yuvib chiqib ketish burun yondosh bo'shliqlaridagi yallig'lanishi vujudga kelishi sababchilardan bittasi bo'lmoqda. Ya'ni bosh kiyimsiz, bosh yuvib turib, keyin yarim soat, 1 soat ichida chiqib ketish mana shu narsaga sabab bo'lmoqda. Meni o'zimizda ham bir holat kuzatildi. Mana shu 1 yildan ichida bir kun men shunda dush qabul qilgandan keyin ko'chaga chiqdi. Zarur bo'lib qoldi. Englimiz yengil edi. Men sovuqni his qilmadim. O'sha payt sovuqni his qilmadim. Shu 5 minutga chiqib qaytib kelganimni o'zida haligidan issiq uyga kirganimda ozgina badanim sovuq qotganini his qildim. Nimani tavsiya qilgan bo'lardi? Siz ertalab dush qabul qilishni xohlaysizmi? Yaxshi ko'rasizmi? Vaqtliroq 2 soat oldin ishga, ko'chaga chiqishdan 2 soat oldin mana shu narsani amalga oshiring. Sochingizni iloji bo'lsa erkak kishi bo'lsa kaltara oldirsa ham bo'ladi. Mana bu ham qay bir darajada o'sha bizda vujudga kelishi mumkin bo'lgan shamollashni oldin olgan bo'lamiz. Va bundan tashqari yuvinib turib darhol ko'chaga chiqishimiz organizmda har qanday qish bo'lsin, yoz bo'lsin yuvingandan keyin bitta terlash bo'ladi. Buni natijasida organizm sovuq qotishiga sabab bo'ladi va shamollashni vujudga kelishiga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu holat hammomdan, dushdan chiqqan odam cho'milib chiqqandan keyin bitta xonada, shamol yurmaydigan issiqroq xonada shu badanni qurib olguncha iloji bo'lsa shu yarim soatdan kam bo'lmagan vaqtda iloji bo'lsa shu 1-2 soat yaxshilab qurinib, yog' bezlari ishlab o'sha ochilgan tirqishlar va teridagi ochilgan tirqishlar yopib olgandan keyin ko'chaga chiqishi maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bugungi kunda mana bu biladiganlar uchun emas, bilmaydiganlar e'tiborsizroq bo'lib turib, menda bo'lmaydi-yu, men shamollanmayman-u, shuncha kundan beri qilib yuribman-u degan insonlarga yana bir bor e'tibor, eslatma tarzida eslatib qo'yish uchun aytayotgan gaplar. Ya'ni hammamiz ozoda bo'lishimizni, badanimizdan o'zga yoqimsiz hid kelmasligini xohlaymiz va shuning uchun dushni qabul qilayotganda mana shu narsaga e'tibor berish. Iloji bo'lsa kechqurun qabul qilib qo'yib, ertalab shu atirlardan foydalanishimiz ham maqsadga muvofiqroq bo'lishini tushuntiramiz. Agar sochimiz uzun bo'ladigan bo'lsa, vaqtimiz ertalab qisqaroq, kaltaroq bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsaga e'tibor berib qo'yishni so'rardi. Chunki bugungi kunda mana murojaatlarni hammasi emas, ayrim qismlari bir kun davomida shu bitta, ikkita kelgan kasallanishdan bitta ikkitalarda shunday bosh yuvib ko'chaga chiqib ketib qolish, bosh yalang ko'chaga chiqib ketib qolish holatlari yoki dush qabul qilgandan keyin ko'chaga chiqib ketib qolish holatlari kuzatilgani sababli mana shu narsaga e'tibor berishni so'ragan bo'lardi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.